Xush kelibsiz. Qayerlarda bo'ldingiz? Nimalarni ko'rdingiz? Voy, shohim, avval bizni eshiting. Bizda qiziq hikoya. Bir archa bor, sersoya. Bas! Qotirdingiz ko'p boshim. Bordir boshqa xohishim. Xush, qayerlarda bo'ldingiz? Ne mo'jiza ko'rdingiz? O'lka ko'p, shaharlar ko'p, bir-biridan sara ko'p. Ko'rsangiz yayrar ko'ngil, hayratdan aylanmasdir. Shu ham mo'jiza bo'pti-yu. Shoshmang siz, to'quvchi qiz. So'zni tugatmadik biz. Ha, keng jahonni kezdik. Ajib mo'jiza ko'rdik. Bor ekan bitta maktab. Unda juda ko'p talab, doim shodu xurramlik. Ozodalik, ko'rkamlik. Bolalari tirishqoq, ustozlarim bag'ri toq. Ilmu odobdir shu. Ha, shundayin dargoh bor. Qiziqtirib qo'ydingiz. Qaymaskanu aytingiz. Jannat O'zbekistonda Va Buxoro tomonda Dildan qo'ymaslar maktab. 35-maktab. 30da uning yoshi. faxrdan baland boshi, talay yutuqlari bor. Zafarlari mo'l, bisyor. Qanday yutuqlar ekan? Biz qanday bilsak ekan? Mana ko'zgu oynamiz. O'qib bilib olamiz. Qani 3000 nafar o'quvchi, 200 o'qituvchi, bir-biriga vobasta, zo'r ishda qamarbasta. Ha, fuqarosi ko'p ekan. ilmni sevar dunyo, biologiya va kimyo fanlarini bu maskan chuqur o'rgatar ekan. Shuyam yangilik bo'pti-yu. Naq 15 o'quvchi Mana shu bir yil ichi bo'ldi chin ilmi tolib. olimpiadalarda g'olib. Buni qarang. Al-Xorazmiy, Chindaho va buyuk Ibn Sino nomli olimpiada g'oliblari shu yerda. Shaxmatchilar bor bunda. Bahslar qizg'in bunda. Bor Muhammad polvoni. U jahon chempioni. Halimaxon qizi bor. Yosh kitobxon so'zi bor. Mamlakatda 3-chi maktabining quvonchi. Olg'a intilar har dam zakovatchi yoshlar ham. Sinadi ular kuchi, respublika bosqichi. Eng yaxshi videodor tayyorlash ham osonmas. Tanlovda 2 ustoz yutib chiqqan qanday so'z. Nurli maktab quchog'i. Ma'naviyat o'chog'i. Baland san'atning qadri bor. Yoshlar teatri. Yo'q-e. Ha! 5 tashabbus kuch bo'lib, jo'shib g'ayratga to'lib. Yorqin kelajak uchun chaqnaydi unda Uchqun deydi shaylanib. zo'r olovga aylanib. Bilimla to'plab tanni, gullatamiz vatanni. Bor ekan shunday maktab, shuning uchun keldik maktab. Uyg'otdingiz zo'r havas. Qani ko'rsam bir nafas. Unda ko'ngil bo'lsin to'q. Buning hech qiyini yo'q. Ular kutmoqda sizni, chopar qildilar bizni. Endi hamma ish bekor. Qildim men qat'iy qaror. Endi chiqamiz yo'lga, do'stlarim, ketdik birga.
Atoqli yozuvchimiz Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani ulug' ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur hayotiga bag'ishlangan. Hindiston zabt etilgandan so'ng mamlakatning jangda o'ldirilgan podshoh. Bu qanday yosumanlik? Shunchalik o'ch olishatingiz bor ekan, A'lo Hazratning inoyatlarini nega qabul qildingiz? Niyatimga yetishish uchun shunday qilmog'im kerak edi. A'lo Hazrat sizni mo'tabar onamizdek e'zozlang deganda yig'lab minnatdorchilik bildirganingiz hali yodimizdan chiqqan emas. To'g'ri. Haq gap. Men u paytda nafratning zo'ridan yig'lagan edim. O'g'limning kushandasiga ona bo'lishdan qiynalib yig'lagan edim. Yo, Abu Hazrat. Bu qanday rasullik? Axir siz ham Muhammad ummatisiz, muslimasiz-ku. Siz Sulton Ibrohimning qanchalik shafqatsiz ekanligini bilar edingiz. Agar sizda insof iymon bo'lsa, qo'lida qilich ushlab, ochiq jangga kirgan sarkardaga yashiriqcha zahar bermas edingiz. Men ayol kishiman. Qilich ko'tarib jang qila olmayman. Ana o'sha zahar mening qilichim edi. Fotihlar paribatda minglab odamlarning o'limiga sababchi bo'lishdi. Bu mamlakatning yana ko'plab joylarida ajal urug'ini ekishdi. Men bergan zahar ana o'sha ajal urug'idan tayyorlangan edi. Yo tavba. Hazratim bu gapni og'zining og'zidan tilini sug'urib olmoq kerak. To'g'ri. Shunday ma'lumligi ustiga yana shuncha gap. Mayli, meni qiymalab tashlasinlar. Men o'g'lim o'lganda yo'q o'lib bo'lganman. Sizlar qotilsizlar. Bu yalmog'izni quturgan fillar oyoq ostiga tashlab, qatl ettirmoq kerak. To'g'ri. Haq gap. Yoki go'shtini quzg'unlarga yem qilish kerak. Janob Beklar taklif qilgan jazolari barchasi asosli. Biroq bu xiyonatkor malikaga bundan-da og'irroq jazo bor. Malikaning gapiga qaraganda barcha yetim yesirlar uchun joni achir emish. Saharning ham o'shalarni ko'z yoshlaridan tayyorlagan emish. Lekin buning o'g'li Ibrohim Lodiy el ulusiga ozmuncha zarar yetkazganmi? Ozmuncha odamni yetim yesir qilganmi? Ibrohim sababchi bo'lgan ichki urushlarda har yili necha minglab odam halok bo'lgan edi, janob Qoroniy. Hazratim, menda hisoboti bor. Sulton Ibrohimning ichki urushlarda 3 yilda bizdan 120 ming kishi halok bo'lishdi. 3 yilda 120 ming. Ibrohim Lodiy esa 10 yildan ortiq taxtga o'tirgan. Agar Ibrohimning onasi bo'lmish bu makkor xonim o'lgan navkarlar ularning yetim yesirlariga astoydil jon kuydarsa, nechun 100 minglab odamlar o'lib ketishga yo'l qo'ygan? Nechun o'g'lini bunday qilganlardan qaytarmagan? Axir men ona edim. Podshoh o'g'limga amr farmon bera olmas edim. Ha, buni qarang-a. Bunday ichki qirg'inlarni to'xtatishga mana biz bel bog'ladik. Tangridan umidim borki, bu ulug' mamlakat yagona markaziy davlatlar atrofiga jipslashgusidir. Ofarin hazratim. Biz Hindni obod, qudratli qilmoq orzusidamiz. Bizga zahar berib o'ldirmoqchi bo'lgan bu makkor xonumu uning o'g'liga eng og'ir jazo shuki, Xudoga shukr, mana biz tirikmiz. Malikaning o'g'li-yu o'zi qila olmagan ishlarni mana biz qilmoqdamiz. Hazratim lutf qildilar. Abdukarim bek, Hazratim, malikaning barcha mol va dunyosini musodara qilib, jamna bo'yida xayr-ihson uyqurdiring. Malikaning barcha boyliklarini yetim yesirlarga xayr ulatsinlar. bosh ustiga. Malikani to umri oxirigacha ham tirik saqlash sizga topshirilur, Abdukarim bek. Tirik?
Shuncha gapdan keyin Ha, tirik. Men marhamatingizga zo'r emasmen. Malika bizning bundan keyingi yutuqlarimizda ham ko'rsin. Yomonlikka yaxshilik qilish mard kishini qo'lidan kelishini bilsin. Malikada agar vijdoni bo'lsa, biz qilgan yaxshiliklarimizni ko'rib azoblansin. Malikada vijdoni bo'lmasa agar biz qilgan yaxshiliklarimizni ko'rib ichidagi hazillik chayonlari o'zini chaqib yotaversin. Malikaga bundan-da ortiqroq jazo munosib emas. Hazratim taklif qildilar. Yo'q, meni o'ldiring! Yo'q, meni o'ldiring! Ha azizlar, kelajak avlodga bizdan faqat yaxshilik qolg'ay.